Salom hammaga, sizlar bilan yana Dilshod bugungi videomiz bilan 300 milliy akkaunt, 500 milliy akkaunt, 8000 ga tortadigan akkauntlarni ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi akkauntga kirdim. 300 mingga tortadigan akkaunt. Bu uchinchi akkauntimiz, o'zimning akkauntim uchinchisi. Bahosini berasizlar. Necha pul ketadi? Akkaunt qanaqa ekan? Yaxshimi, yomonmi? Demoqchiman-da, endi videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa yozib ketasizlar kommentga. Mana shunga videoga boshidan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa Yusuf lobby va qiziqarli lobbylar qilamiz kanalda. Jonli efirlar ko'p yoqiladi. Shuning uchun kanalga yangi bo'lsangiz obuna bosib, obunani keyin qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar, все qilib. Chunki har stream Yusuf lobbylar, qiziqarli lobbylardan qolib ketasizlar. Shuning uchun videoga endi obzorga qaytsak. Akkauntimni leveri 53-leverda, kolleksiyasi 38-kolleksiyada. Bu akkauntda nimalar bor? Bu akkauntda mifiklardan shu bonus pass, shu narsalar olingan 300 milliy akkauntda. Oddiy narsalar. Keyin mana 2 svitni ishlayman. Keyin mana bosh kiyim. Uyda g'oz baqanada g'ozni tovushi eshitilgan bo'lsa nega tushunmaylar, chunki g'ozlar bilasizlar. Mana shunga. Bosh kiyimlari, ochkilardan bular bor ekan. Maskalardan shu maskalar bor ekan. Tepa setlari shu. O'zingizlar to'xtatib ko'rib olasizlar. Sumkalarga kelsak, yerpa shu narsa sumkalardan olingan. Pastki setlar shular. Oyoq kiyimlar shular. Mashinalarga to'xtalsak, Mifik Ford mashinasi bor. Erpaning mashinasi bor. Keyin bu ham erpaga ochkoga o'tirib tushirib qo'ygan, adashmasam. Bu ham bor, mototsikllar bor ekan. Bagiga erpaniki bu ham. Endi aruzalarga to'xtalib o'tsak, laboratoriyaga kiramiz. Nechta pirakachka borligi 10 ta pirakachka bor ekan. Erpaniki DP birinchi daraja, MT-116, yangiga MT-116 ikkinchi level. Adashmasam bunga presellar tushmagan. Shu ikkinchi daraja qilingan. 3-daraja bu kilpatning boshida kurska. Ikkinchi daraja full erpaniki erpada eskarel full. Bu ham mana shu erpaniki ikkinchi daraja full ekan bu. Bu ham 762 birinchi daraja, adashmasam bu ham taxminan. Keyin bu gliderlarga to'xtalib o'tsak, parashyut bilan gliderni ko'rsatib o'tay. 300 mingga tortadi baribir. Gliderdan aniqlangan glider bor, aniq hara glider bor. Samolyotlardan shu samolyotlar bor ekan. Kayeshka bomba narsalari shu. Endi bu emotsiyalarga to'xtalib o'tsak, Frown emotsiyasi bor. Men asosiy akkauntimga tushmagan. Bu 3-akkauntga tushib qolgan shu paytda unisiga. Va 2 svit Frown xotinning emotsiyasi. Mushuk silab o'tirishi. Bular yerda bonus pass ertaga emotsiyalari bular. Emotsiyalari ko'p emas. O'rtacha 300 mingga tortadigan akkaunt bu ham. Mana shunga. Shunaqa gaplar.
Qani ledniga otib ko'raylik, ichi tushib qolsa. Agar comeback bo'lardi bu videoda agar tushib qolsa. Qani tushammikan? Ikkita lednikasi bor ekan. Ikkitaga tushmasa kerak. Birinchisiga tushmadi, ikkinchisiga tushmadi. Shunaqa gaplar. Bu 300 mingga ketadigan akkauntdan biri bu. Narxi o'zinglar kommentga yozib ketinglar necha pulga ketishini. Shu akkaunt. Ikkinchi akkauntga o'tamiz. 500 minglik akkaunt. Uni ham ko'ringlar. Xudo xohlasa 8 minglik akkauntdan ko'rasizlar bu obzordan keyin. Shunga bolalar. Videoga like bilan obuna tugmasi esdan chiqmasin. Keyingi akkauntga o'tamiz. Bu ikkinchi akkauntimiz obzori 500 mingga tortadi deb baho beryapman. O'zinglar qanchaga tortishini o'zinglar bahosini berasizlar bolalar. Bu ikkinchi akkauntim bu o'zimning shaxsan akkauntim. Bahosini berasizlar. Uni Galaxy leveli 57-levelda Galaxy darajasi 43. Endi bu Ultimate kiyimlarga to'xtalsak, ikkita Ultimate bor. Ikkosi ham gapiradi. Deysa. Mana shu kiyimlar bor ekan. O'zinglar to'xtat ochilmaganiga noto'g'ri tushunib olmanglar. Shunga o'zinglar ko'raverarsizlar bolalar. 500 minglik akkauntimizni Amzori. Videoga like bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz bo'lib qo'ying. Qiziqarli. Yusuli lobbilar, konkurslar, qiziqarli lobbilar qilamiz. Shunga obunani bosib qo'yinglar. Shuncha mehnat qilib video olyapmiz. Shunga menda qanaqa chiqdi bilmadim, lekin endi qo'ldan kelgancha video olyapmiz endi. Mana shunga poddержка qilib, obunani bosib, like'lar bosib, kommentga bangillatamiz. Rekka chiqsa, xudo xohlasa tedam turnirga beramiz bolalar. Shunga obunani bosib qo'yinglar like bilan. Mana shunaqa kiyimlar bor ekan bolalar. Tepa, maska, ochkilar. Varonni sumkasi bor. 2 sumkasi va 416 sumkasi. Oyoq kiyimlariga to'xtalsak, oyoq kiyim deyman, pastki setlarda mana shu. Endi oyoq kiyimlar. Moshni ko'rsak, Vazdan Erpaniki, Mifik Forjga Erpaniki. Matasilgillardan erpa ochko'ga olingan. Bular Temsel bagi 850 ta monetkaga omadli tangaga olingan. Erpaniki. Bonus pass. Erpaniki. Endi orzularga to'xtalamiz bolalar. Mayli turaversin. Orzularga to'xtalsak, laboratoriyaga kiramiz. Nechta orzu? 14 ta orzu bor ekan. 14 ta orzudan Erpaniki, bu ham Erpan depasi, mana vektor 5-daraja. Kelgan paytda o'zi 10 ustiga tushirib qo'yganmiz bu akkauntga. Bunga necha qo'yasizlar bilmadim, lekin o'zinglar yozib ketasizlar kommentga. 5-level qildik. Omili tezda ko'tarildi bu. Qanaqa vektorligini o'zinglar ham bilasizlar. Vashilledni vektorash kelgan paytda 10 ustiga tushirib qo'ygan. M24 bor, premium kesdagi. Keyin mana Outdoor. Epic Forge'dan olib qo'ydik. Full 2-daraja. Erpaniki, 1-daraja. Xullas, ochilmagan uncha-muncha. Endi emotsiyalarga to'xtalib o'tsak, mana kiyimni kiyib olamiz. Emotsiyalar emas, mana birinchini sanagan parashyut glayderlarga to'xtalib o'tsak,
Varonni parashyutini tushirib qo'ydik. Tushirib qo'ydim. Yaqin o'sha bir kelgan paytda 10-15 minutlar o'tmas 13siga tushdi bu ham. Yaxshisi arzonga tushibdi. Arzonrog'iga tushdi. Sal videoda hayajon bo'lishi mumkin. Shunga noto'g'ri tushunib qolmanglar. Streamga oqobatini qilayotganimga ham sal charchaqlar bo'lyapti shunga ham. Mana samolyot, samolyotlari, bomba va motor, molotov va shunaqa narsalar o'zinglar ko'rib olasizlar bolalar. Endi masalan to'xtalib o'tamiz endi. Bu misol aka anaqaniki ikki svitka Fir'avnni xotinini mushuk silab anaqa qilib shuniki adashmasam ochib ko'raylikchi ochilsa. Anoniki ikki svitka bu yangi kelgan ikki svitkani haligi Aven bilan kelgan. Mana aytdim. Bola yangi kelgan ikki svitni emosiyasini tushirib oldim. Ikkinchi akkauntga. Bu haliginaqqaniki. Emotsiyalar bor. Varonni emosiyasini tushirib qo'ydim yaqin kunda. Shu varon kelganda. Endi ko'ryapman, mana emotsiyalar bor. Hali beri ochilmadi ekan. Qator ko'chiramiz ochilguncha mayadiylarni. Shunday emotsiyalar, mana varonni emosiyasini tushirib oldim. Shu cho'tki narsa ekan bu ham 13siga tushib qoldi. Shunday gaplar, bu ikkinchi akkauntimiz obzor 500 mingga. Hozir 500 mingga tortadim. Kommentga yozib ketinglar. Hammangizga rahmat. O'sha endi 800 minglik akkaunt obzorini ko'rasizlar. Bu ham endi tortmaydimi o'zinglar kommentga yozib ketasizlar buni ham. Bu 800 mingga tortadigan akkaunt. O'zinglar baho berasizlar, qanaqa 800 mingga tortadimi, tortmaydimi? Mana shunga bu akkauntni obzor qilamiz. Akkauntni kalla kissasi va leveli 67, kalla kissasi 47 ekan. 800 mingga bormas shekilli menimcha adashmasam agar. Endi o'zinglar bahosini berasizlar. Bitta ultimate bor. Mefiklari o'zinglar ko'raverasizlar. O'tkazaman. Kerak joy to'xtatib ko'rib olasizlar. 800 mingga bormasa ham endi narxini aytib ketasizlar o'zinglar qancha narxda ketishini. Demoqchiman endi masalan chatga yozib ketasizlar qanchaga ketishini. Lekin bu akkaunt oldiviy ekan. Kiyimlari oldiviy 4 yil oldin ochilgan ekan bu akkauntga shunga. Kaskalardan ledni shlem, mefiklardan bor ekan. Bonus pastdan olingan. Bosh kiyimlardan mefiklar ham bor ekan. O'zinglar to'xtatib ko'raverasizlar. Bosh kiyimlardan shunaqa ko'zoynaklardan dumashlari bor. Keyin maskalari mana shu tepasi o'zinglar to'xtatib tepa pastlarini o'zinglar ko'raverasizlar bolalar. Sumkalarni. Lekin akkaunt normal ekan. O'zinglar nech pulga ketishini taxminan yozib ko'ringlarchi. Biz endi 800 mingga deb baholadik. O'zinglar nechi deb baholaysizlar? Kommentga yozib ketinglar. Pastki setlari ham yaxshi ekan, oyoq kiyimlardan. Oyoq kiyimi ikkinchi sezonlik narxi bor ekan. Endi mashinalarga kelsak.
Bu voz bor ekan, bu erpaniki, 6 sezonniki menimcha erpanikidan yoki bitta chambalak ruletkasidan bir balo narsalar tushib qolgan shekilli, bilmayman. To'g'risi endi ko'rib turishim. O'zi qanaqa nimalarga kelganidan bilmayman. O'zinglar yozinglarchi, shiddatcha qaysi anaqa kelganini. Erpini anaqasi bor ekan, kelgan. Bu sezonda erpislar ham bor ekan, keyin o'rtada bagidan bu bor ekan. 21-sezondagi bu erpaniki 800 mingga bir 700 ming, 600 mingga ketadigan akkaunt. Adashmasam endi o'zinglar narxini belgilaysizlar to'g'rilar. M24 3-daraja ekan. Yumbi bir ekan, bu bir full keragan full. Bu full, bu birinchi lever P90 ekan. Bu bir ekan. Bu ham bir. Bu full ekan. Bu ikkinchi lever ekan. To'rtinchi lever qo'ysa kilishat, uchinchi lever qo'ysa keyin sekin to'rga qilsa kilishat chiqadi. Ikkinchi lever, birinchi lever. Shunaqa gaplar borlar, prakatikalar. Oxirida emotsiyalarga to'xtalamiz bo'ldi. Parashyut gliderlarni ko'rib chiqamiz. O'zinglar to'xtatib ko'rib olaverasizlar. Glideri, samolyoti. Kayeshkalardan ko'rsatib ketaylik. Yani menimcha 700 ming, 600 ming ketsa kerak. Endi sizlarning fikringlarni yozib ketasizlar. Emotsiyalarga to'xtalsak. Emotsiyalar ham normal ekan. Bonus pass. Bonus pass erpaniki. Her şey emotsiyalar bor ekan. Menimcha 700 ming, 600 ming ketadigan, endi 800 ming deb ko'rdik. O'zinglar yozinglar. Mana shu emotsiyalar bor ekan. Hammangizga rahmat. Video shu joyga nihoyasiga yetdi. Bolalar, keyin kim birga bir qiziqsa, kim Yusilolobi konkurslarga qiziqsa, shu YouTube kanalim videosidan kim birga bir o'ynasa, shu birga bir o'ynovchilar uchun deyilgan ikkinchisi turgan, ana shuni ezib turib gruppamizga yutib olinglar. Birga bir o'ynayotgan odamlar bor. Oranglarda tetam turlardan qilib beraman. Birinchi deb turganda Yusilolobi konkurslar qilib berishim mumkin bolalar. Telegramga ham o'tib kelib bolalar. UC xizmatimizdan bor. Shaxsan o'zim UC xizmati admini o'zimman. Obuna bo'lganingiz uchun, like bosganingiz uchun, kommentga fikr bildirganingiz uchun kattakon rahmat. Hammangizga joninglar sog' bo'lsin. Birinchi o'rinlarda olib yurishni tilakdoshman. Rahmat. Video shu joyga nihoyasiga yetdi.